Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan doktor Jonizoqov. Bugungi mavzuyimiz juda ham ko'p oxirgi marta bizga shu savol bilan murojaat qilyapti, ya'ni quloq oqishi haqida gapirib o'tmoqchi edik. Ayniqsa demak 1 yoshgacha bo'lgan bolalarni qulog'ini ko'p oqishi haqida bugun gapirib o'tamiz. Bizga ko'p telefon qilishadi. Vodiydan, Vohadan, ya'ni o'sha Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlardan, Urganch, Qoraqalpog'istondan telefon qilib so'rashadi. Doktor, uy sharoitida qanaqangi usulda demak quloq oqishini bartaraf qilsak bo'ladi? Siz agarda uy sharoitida bolangizni davolamoqchi bo'lsangiz, quloq oqishini bartaraf qilishingiz mumkin. Lekin oqyaptimi, oqishni boshladimi, siz o'zi olib boring doktorga. Nima uchun? Sababi quloq ko'p oqsa va u tinimsiz oqaydigan bo'lsa, yomon tomoni bu mastezit berib yuborishi mumkin. Mastezit mana bu suyakka, quloqning orqasidagi suyakka asorat berib yuborishi mumkin. Aynan mana shu narsa juda yomon. Mastezit berib yuborishi mumkin. Shuning uchun ham bu yerda juda ham ehtiyot bo'lish kerak, mastezit bera olmasdan. Undan keyin u operatsiya, katta ehtimol bilan operatsiya qilinadi. Nima uchun buni aytyapman? Sababi bizning oldimizga 1 oy, 2 oylab quloq oqib yurgan bolalar keladi. Surunkali quloq oqishi bilan keladi oldimizga. Bu birinchi masalamiz. Ikkinchi nozik tomonimiz, demak, bolani qulog'i oqdimi, oqishni boshlayaptimi? Uy sharoitida bitta ish qilishingiz mumkin. U ham bo'lsa, cho'miltirmasligingiz kerak, qulog'iga suv kirmasligi kerak umuman va qulog'iga paxta qo'yib qo'yishingiz kerak. Qulog'iga paxta qo'yib qo'yishingiz kerak. Kelayotgan yeringizni paxta bilan tozalab olishingiz kerak bo'ladi. Va ertasi kuni albatta lor shifokorga boring. Agarda yo'q doktor, boshqa doktorlar, qanaqa doktorlar ular, tanimaymiz ularni, biz bilmaymiz desalaringiz, marhamat, bizga murojaat qiling. Telefon raqamlarim, demak Instagramim, bemalol murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. Doktor Jonizokov deb yozsangiz Instagramdan chiqadi. Agarda chet elda bo'lsangiz, agar O'zbekistonda bo'ladigan bo'lsa, telefon qiling. Marhamat, baholi qudrat yordam berishga harakat qilamiz. Biz baribir aytamiz sizlarga, olib keling deb. Sababi quloq oqishini onlayn davolash juda ham qiyin. Uni ko'rish kerak, quloq oqishini, nimaligini bilish kerak, qayerdan kelayotganini ko'rish kerak, haqiqatda quloq oqyaptimi, yo'qmi o'shani bilish kerak va undan keyin shunga qarab lecheni yozish kerak. Bizga keladigan bemorlarni, demak, 100 tadan 90 tasini yotqizib davolaymiz. Yotqizamiz ularni, nazoratimiz ostida bo'ladi. 24 soat klinikada, demak, hamshira bo'ladi. O'sha hamshira demak bizga ma'lumot berib turadi. Ya'ni navbatchi hamshira klinikamizda mavjud. O'sha hamshiradan biz demak so'rab turamiz. Qanday bemorimiz? Bezovta bo'lmayaptimi? Har soat kirib turing. Bemorning oldiga kiring, u bilan gaplashing, onasi bilan. O'zgarish bo'lyaptimi, yo'qmi? Onasini tergash kerak. Onasi e'tiborsiz bo'lganligi uchun ham bolani quloq oqyapti. Agar e'tiborli bo'lganida edi, bolani quloq oqmas edi deb tushuntiramiz medsistralarga. Shuning uchun ham onasini doimiy tergaydi va buni natijasida albatta demak o'zgarishlar juda ham yaxshi tomonga qarab yuradi. Demak, uy sharoitida qilishingiz kerak bo'lgan ish o'sha aytayotganim suv kirgizmaslik va paxta bilan tozalab qo'yish. Bo'ldi, boshqa narsalar. Telefon qilib doktor u mumkinmi? Doktor bu mumkinmi? Borni spirt mumkinmi? Droplex mumkinmi? Yoki yana shunga o'xshagan quloq tomchilari mumkinmi deb so'raysizlar. Quloqni ko'rmay turib ayta olmayman, mumkin emasligini. Quloqning ichini ko'rsamgina, mana endoskopimiz bor. O'sha lor combine deymiz. Endoskopimiz bor, o'sha yerda ko'ramiz. Undan keyin aniqlaganimizdan keyin, bu demak perforatsiya bo'lgan otit hisoblanadi. Yering tashqariga qarab oqyapti. Bu 100% teshilgan. Mana narsalar qilinadi deb aytilganimizdan keyin, to'g'ri podxod qilingandan keyin albatta yaxshi bo'lib ketadi. Allohga shukr, oldimizdan hech qaysi bemorimiz norozi bo'lib ketmagan. Har bir kelayotgan, mana shu dargohga kelayotgan har bitta bemorimiz shifo topib ketyapti.
Bu bo'yicha bizni demak odzivlarimiz bor. Bemorlarimizni o'sha biz haqimizda bildirgan fikrlari, ya'ni davo topib ketayotganliklari haqidagi fikrlar mavjud va o'sha fikrlarni ham eshitib olishingiz mumkin bo'ladi. Xudoga shukr, hammasi natija olib ketyapti. Hammasida demak o'sha 3 kunda, 5 kunda quloq oqishi birdaniga to'xtaydi. Juda ham og'ir holatlarda 4-5-kunda tugaydi. Atak o'zi odatda 2-3 kunlarda quloq oqish to'xtaydi. Biz lecheniya qilish boshlagan bemorlarimizda. Shuning uchun ham agarda sizni farzandingizda yoki sizni o'zingizda shunaqa muammo yuzaga kelgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Demak, bizni manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrida Oblastnoy bolnitsa bilan Dinamo stadionining o'rtasida yo'l bor. Ana o'sha yerda Medfast degan xususiy klinikada o'z faoliyatimni olib boraman. Soat 11:00 dan kechki soat 17:00 gacha. Har kuni, yakshanbadan tashqari. Demak, dushanbadan shanbagacha, ya'ni po budnyam deydi-ku, dushanbadan shanbagacha har kuni demak soat 11:00 dan 17:00 gacha o'z ish faoliyatimizni olib boramiz. Uy sharoitida qanday qilib davolash mumkin deb izlamang. Biz uy sharoitida deb qo'shtirnoq ichida yozib qo'yganmiz. Ya'ni bu fake narsa. Uy sharoitida davolab buni bo'lmaydi. Uy sharoitida davolash mumkin bo'lgan kasalliklar bor. Lekin bu kasallikni uy sharoitida davolashga harakat qilmang. Olib boring, doktorga olib boring, lorga olib boring. Agar ishonmayotgan bo'lsangiz boshqa dorilarga olib keling ana oldimga. O'sha Vodiydan ham keladi oldimizga, Urganchdan ham kelishadi oldimizga, Buxorodan, Navoiydan kelishadi, hamma joydan, butun O'zbekiston Respublikasidan kelishadi. Hattoki qo'shni respublikalardan, Tojikiston, Qirg'izistondan kelganlar ham bor. Aynan o'sha yerda bizni tilimizni tushunadigan insonlar oldimizga kelishadi. Ya'ni Tojikistondan o'zbeklar kelishadi, Qirg'izistondan o'zbeklar kelishadi. Bizni tilimizni tushunadigan har qanday inson oldimizga kelib, Allohga shukr, davo topib ketyapti. Hammasi rozi bo'lib ketyapti. Rozi bo'lmay ketganlar Xudoga shukr hozircha yo'q. Va bundan keyin ham bo'lmasin. Biz shunaqa niyatdamiz, chunki bizning niyatimiz to'g'ri. Bizning niyatimiz bemorlar asorat bilan yurishmasin. Mana shu niyatimiz bizlarning. Ya'ni bolachalar nogiron bo'lib qolmasin. Qulog'i eshitmaydigan odam bu nogiron hisoblanadi. O'sha o'zini do'stlari ichida, dugonalari ichida qiz bola bo'lsa, o'g'il bola bo'lsa, jo'ralarining ichida garang bu degan laqab orttirish juda yomon. Tushunaman, hammada moliyaviy sharoit bor, turli xil o'sha sabablar bo'lishi mumkin. Misol uchun, kimdir uyda janoza motamlar bo'lishi mumkin, kimdir uyda to'ylar bo'lishi mumkin. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan. Qizchani qulog'i teshilgan. Ya'ni o'sha qizchani qulog'ini uxachiska bilan teshib qo'yilgan. To'yga bir 10 kun, 15 kun qolgan, ya'ni o'sha ukalarini aytamiz-ku, o'sha o'g'il bola to'ylari, sunnat to'ylariga 10 kun, 15 kun qolgan, o'sha paytida 3 kunga olib kelyapti. Doktor deydi, bo'ldi, bizga javob bering, biz to'yga borishimiz kerak. Tushunaman, to'y vaziyat, shunaqa vaziyatlarda o'zingiz bo'lmasangiz, misol uchun kimnidir, qaysidir bir bitta tanishingizni, yaqiningizni qo'yib keting. Bola oxirigacha tuzasin. Bunaqa qilib uni olib ketmanglar. Siz to'yda o'tkazasiz, lekin bolada asorat qolib ketadi. Bu ertaga garanglashadi. Bu qanchalar psixologik yomon ta'sir qilishini boshidan o'tkazgan odamgina biladi buni. Bu garang bu quloq eshitmaydi degan gapni qanchalar yomon ekanligini. Shuning uchun azizlar, uy sharoitida nima qilish mumkin degan narsaga umuman ishonmang. Mana shu bugungi videomiz shu haqida edi. Farzandingizni qulog'i oqayotgan bo'lsa yoki sizni qulog'ingiz, o'zingiz qulog'ingiz oqayotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Telefon raqamlarimiz 97-015-45. Manzilimiz Samarqand viloyati, Samarqand shahrida, Oblastnoy bolnitsasi orqa tomonidagi Medfast xususiy klinikasi. Sizning sog'lig'ingiz siz uchun muhim ekanligini yodingizdan chiqarmang.